Mamlakatimizning boy tarixiy merosini yanada keng namoyish etish, ajdodlarimizning ilm-fan, madaniyat va me'morchilik sohalaridagi ulkan yutuqlarni yosh avlodga yetkazish, shuningdek, xalqaro turizm salohiyatini oshirishga qaratilgan bir qator muzeylarni renovatsiya qilish rejalari ham ko'rib chiqildi. Jumladan, Imom Moturidiy ziyoratgohida muzey tashkil etish, unda Yangi O'zbekistonda Imom Moturidiy merosiga e'tibor, Imom Moturidiy hayoti kabi mavzuli zallar va moturidiylik ta'limotiga bag'ishlangan bo'limlar joylashtirish rejalashtirilgan. Shuningdek, Bahoddin Naqshband ilmiy-innovatsion muzeyi faoliyatini mazmunan boyitish, ayniqsa Yettipir zalida ulug' allomalar hayoti va merosini zamonaviy shaklda keng yoritish bo'yicha takliflar bildirildi. Bundan tashqari, Temuriylar tarixi davlat muzeyini zamonaviy muzeyshunoslik va dizayn yechimlari asosida renovatsiya qilish rejasi haqida ham axborot berildi. Unda ekspozitsiya zallarini qayta shakllantirish va tashrif buyuruvchilarga yuqori darajadagi vizual va ma'rifiy tajribani taklif etish ko'zda tutilgan. Har bir zal alohida tarixiy davr va mavzuga bag'ishlanadi. Davlatimiz rahbari buyuk siymolarning hayoti, ta'limoti va merosini muzeylardagi interaktiv ekspozitsiyalar orqali yetkazish muhimligini qayd etib, aholi uchun qulay infratuzilma va raqamli ekotizimni yaratish zarurligini ta'kidladi. Taqdimot qilingan loyihalarning umumiy maqsadi milliy tariximizni ilmiy asosda chuqur yoritish, zamonaviy madaniy infratuzilmani shakllantirish va mamlakatimizga keluvchi mehmonlar uchun jozibador turizm makonlarini yaratishdan iborat. Loyihalar davlatimiz rahbari tomonidan ma'qullandi. Ularni amalga oshirish yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi. 5 yıldır Özbekistan'dayım, artık Özbekistanlı oldum sayılır. Yarı vatanımdayım. 5 yildirki O'zbekistonda faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bu yer men uchun ikkinchi vatandek. Yaqinda Samarqanddagi Imom al-Buxoriy majmuasidagi muzey va islom sivilizatsiyasi markazidagi islomdan avvalgi davr bo'limini bitirdik. Hozirgi kunda yana 3-4 ta muzey renovatsiyasi ustida ish olib boryapmiz. Bugun yangi loyihalarimizni Amir Temur, Moturidiy va Naqshbandiy muzeylarini hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim etdik. Taqdimot davomida davlatingiz rahbari tomonidan juda muhim va qimmatli ko'rsatmalar berildi. Xususan Moturidiy muzeyida Yettipir bo'limini yanada kengaytirish, ushbu maskanning salobati va ma'naviy ahamiyatini oshirish bo'yicha topshiriq oldik. Shuningdek, muzey faoliyatini samarali boshqarish uchun alohida ma'muriy bino barpo etish zarurligi ta'kidlandi. Naqshbandiy muzeyi bo'yicha esa prezident eng yetuk olimlarimiz va soha mutaxassislari bilan yaqin hamkorlikda ishlang, tarixiy va ma'naviy haqiqatni dunyoga to'g'ri yetkazing deya alohida ta'kidladilar. Bu biz uchun katta mas'uliyat va sharafdir. Bizning eng kuchli jihatimiz muzey ishiga innovatsion yondashgan holda asosiy e'tiborni yoshlar va bolalarga qaratayotganimizdir. Texnologiyani klassik muzey tushunchasi bilan uyg'unlashtirib, yangicha yondashuvni shakllantiryapmiz. Buni Imom al-Buxoriy muzeyida qo'llaganimizdek, yangi muzeylarimizda ham joriy etib, xalqimizga va jahon hamjamiyatiga taqdim etamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev bunday loyihalarga shaxsan vaqt ajratayotgani tahsinga loyiq. Davlat ishlari va diplomatiya bilan bir qatorda bunday madaniy ma'rifiy loyihalarga ham alohida e'tibor qaratayotgani quvonarli albatta. Bu barcha ishlarimizning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlamoqda.